Assalomu alaykum kanalimizning aziz kuzatuvchilari. Mana bugun biz sizlarga milliy sertifikat olish, ya'ni chet tilidan milliy sertifikat olish imtihoniga hujjat topshirish jarayonlarini kompyuterda ko'rsatmoqchimiz. Kompyuter bilan telefon deyarli farq qilmaydi. Baribir ham kompyuterda ko'rsatgan yaxshi. my.gov.uz saytiga kiramiz. Keyin agar bu saytga oldin kirib yurgan bo'lsangiz, kirish deb yozilgan bo'ladi. Kirishni tanlaymiz. Endi biz oldindan kirib yurganimiz uchun kirishni boshlaymiz, lekin agar ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, birinchi ro'yxatdan o'tib olishingiz kerak. Xo'p, ro'yxatdan o'tish jarayonida o'zingizni bir umr ishlatadigan, bundan keyin ishlatadigan va o'zingizning nomingizda bo'lgan raqamga ro'yxatdan o'tganingiz ma'qul bo'ladi. Mana ro'yxatdan o'tish degan joyda, demak, bu yoqda nimagadir O'zbekistonning bu rasmiy sayti, xullas rus tilida chiqadi birinchi. Alhamdulillah. Hop, biz ro'yxatdan o'tib bo'lganmiz. Mana bu id.egov.uz sayti. Birinchisi o'sha my.gov.uz saytiga kiradi. Jismoniy shaxsni tanlaymiz. Sizlarda bunday holat chiqmasligi ham mumkin. Mabodo chiqsa, demak jismoniy shaxs. Birinchi tilni o'zbekcha, lotincha, mana biz o'zbek lotinini tanladik, o'zbekcha lotincha qilib olamizda. Endi mana bu shaxsiy sahifanglar ochiladi. Sohalar, ta'lim sohasi turgan bo'lishi kerak. Xullas ko'pgina sohalar. Mana ta'lim ikkinchida turibdi. Hech qachon birinchi masala bo'lmaydi bizda ta'lim. Mana endi o'sha ta'limga kirishinglar bilan birinchida chet tilini bilish darajasini aniqlash degan xizmat turibdi. Bosamiz. Bu qanday ishlaydi? Mana hammasi ko'rsatilgan. Mana narxi, demak, 506.250 so'm ekan. Bazaviy hisoblash miqdorining 1,35 qismi baravari miqdorida xizmatdan foydalanishni boshlaymiz. Demak, birinchi qadam, keyingi tugmasini bosish orqali siz ommaviy oferta talablarini qabul qilasiz debdi. Biz qabul qilganmiz buni. Xo'p, demak, jinsi, birinchiga jins yoziladi, ikkinchiga tug'ilgan joyingiz. Mana Farg'ona viloyati. Ikkinchisi tumaningiz. Xo'p, bizning tumanimiz qayerlarda qoldi? Mana So'x tumani. Mana qishlog'ingiz, nimalaringiz o'zi chiqib keladi. Mana o'zimiz qo'l bilan to'g'rilab yozib qo'yamiz. Hazrat Ali mahallasi, Timsol ko'chasi, 17-uy. Hop, telefon raqamimiz kiritilgan bu joyga. Hop, endi keyingisi xorijiy til turi. Mana shu joyda, mana birinchida fors tili turibdi. Hop, ko'pincha chiqmay qolishi ham mumkin. Internet yaxshi ishlamayotgan paytda chiqmaguncha qayta tanlash kerak. Test topshirish hududi. Kimga qaysi joy qulay bo'ladigan bo'lsa, aprel oyida qayerda bo'lishingiz, o'sha tomonlarni hisobga olib, mana test topshirish hududi. Biz demak Toshkent shahrini tanlaymiz. Test
topshirish sanasi. Fors tilidan faqatgina mana 2025-26 aprel kuni bo'lib o'tar ekan. Endi sinov darajasi. Sinov darajasi bu nima degani deganda, siz deylik o'zingizni darajangizni B2 deb baholashingiz mumkin yoki B2 sertifikatingiz bo'lsa C1 deb baholashingiz mumkin. Qaysi darajani xohlaysiz? Bu yerda darajani oldindan tanlaysiz va o'sha darajaga ko'ra imtihon topshirasiz. Men B2 sertifikatim bor bo'lganligi tufayli C1 ni tanlayapman, lekin sizlar birinchi marta topshirayotgan bo'lsanglar agar tayyorgarliklarga yarasha B2 darajani tanlaylar. Bittasiga ariza topshirish kerak bo'ladi. Mana men C1 ni tanladim. Agarda siz hozirda akademik liseyning 4-semestr talabasi hisoblansangiz, ushbu maydonni belgilang debdi. Yo'q deymiz biz. Akademik liseyda o'qimaymiz. Keyingisi mana agar avvalgi arizani raqamini kiritsak, avvalgi ariza raqami. Yo'q, bizga bu qismi kerak emas. Bu qismi bo'sh qo'yinglar. Hop, to'lovga imtiyoz ro'yxatdan o'tmagan, nogironligi bo'lgan va nogironligi bo'lmagan odamlar bu yerga nogironligi bo'lgan bo'lsa, ro'yxatdan o'tgan deb berasizlar. Keyin uni ro'yxatdan o'tgan desanglar, o'sha bo'yicha menimcha guvohnomasini yuklash kerak bo'ladi. Biz ro'yxatdan o'tmagan deb belgilaymiz va mana arizangiz shunday holatda shakllangan bo'ladi. Mana ro'yxatdan o'tmagan. Bizning arizamiz mana C1 bo'yicha 26-aprelga mana arizani yuborishni belgilaymiz. Bizga kvitansiya chiqarib beradi. Yangi invoysni olish. Birinchi marta ariza topshirayotgan holatimizda yuborish deymiz. Mana xizmatdan foydalanish uchun to'lovni amalga oshirishingiz kerak. Invoysni yuklab olishni bosamizda mana keyinroq to'lash. Mana azizlar, e'tiboringlar uchun rahmat. Agar ushbu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing. Keyin iltimos, siz bu mavsumda qaysi tildan imtihonga kiryapsiz, shuni ham yozib ketinglar.